Bu tekshirib olsang boshlayveramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetul muttaqin. Ve salatu ve selamu ala Seyyidina ve Habibina Muhammedin ve alihi ashabi ecmain. Amma ba'd. Assalomu alaykum. Hurmatli Aziz Rahmon kanalini kuzatuvchi birodarlar. Yana bir hafta davomida g'oyibdan bo'lsam sizlar bilan uchrashtirgandan g'oyat minnatdorman. Bugun yana sizlar bilan mavzumiz silai rahm haqida gaplashamiz. Mana bugun 14-chi bo'ladigan bo'lsa 3 kun 4 kunda endi 18-kuni tarovih o'qilsa Idi Ramazon Shabon oyi tugab Ramazon oyi kelyapti. Hamma mo'min birodarlarda inshaalloh shu Ramazon oyiga, muqaddas Ramazon oyiga yetib kelgani bilan chin qalbimdan qutlayman. Hammalaringga mana shu Ramazon ro'zasini bir chiroyli amallari bilan tutib, ibodatlari qilib, yakunlab, hayit namozlarida bir chiroyli hayit namozlarini o'qib yakunlashlaringni Allohdan so'rab qo'ygan bo'lardim. O'zi bu ro'zani o'zi bizga bir Allohning bergan katta ne'mati. Ro'zadan ro'zaga yetib kelmoqlik o'zi ne'mat, bizni yoshlarga ayniqsa. Va yetib kelgandan keyin shu ro'za tutishga bir kuch-quvvat topib, ro'za tutmoqlik nur ustiga a'lo nur. Odamda o'zida qancha o'sha ro'za tutgan sari bir xursandchilik, bir quvvat paydo bo'ladi. Ko'ngillari pok, toza bir chiroyli amallar bilan o'tkazsa, Alloh dargohida qabul qilsa, gunohlari yuvilib, onadan yangi tug'ilgandek bo'ladi inshaalloh. O'tgan safarga chiqishimizda mana u Qo'qonda Ganjiravon qishlog'ida bo'lgan qotillik haqida, yana Berdimurat haqida oz-moz gaplashgandik. Keyin mana bir yangiligimizni e'lon qilgandik. O'sha bir humoqplastik kassasini qo'yib, kichik bunaqa bir odamlarga yordam so'raganlarga yordam qo'lini cho'zish maqsadida qildik. Biror so'm ham birov ehson qilmabdi. Hech qanday xafa emasmiz. Imkon darajasida ehson deganda pul bilan bo'lmaydi. Chiroyli bir tabassum, yaxshi so'z ham o'zi ehson. Endi bu qiladigan bo'lsa, mana hozir yana ekranda qo'yamiz, bir ko'rib olinglar. Doimo mana bu kommentariyani boshida turadi. Kimda bir shunday bir xohish tug'iladigan bo'lsa, ehson qilsa marhamat, qilmasa hech kimdan xafalik yo'q. Shuni eslatib qo'yapman. Mana ilgari kuni nimani Kunduzmi, Qalampuruzmi, nima edi? Daryo'uzda ko'rib qoldim, yana Berdiyor haqida ko'rsatib, daryoning suvini to'sishibdi. Chiroyliqqina ko'rinib turibdi, tagida qator toshlar, qum ham yo'q. Orollarga qarayapmiz, hozir 30 kilometr uzoqlikdamiz dedi. Akalari bo'lsa kerak bu kishi. Mana bugungi kunga borib 66 kun bo'ldimi, qancha kun bo'ldi bilmayman, Alloh bilguchi. Har qalay endi 2 oydan o'tdi-da. 2 oy ichida bularning oilasi nima kunlari boshdan kechiryapti. Ular ham inson, yeyish kerak. Hammasini xizmati bordir, xizmatga borish kerak. Bu narsalar hammamizni o'ylantiryapti. Avvalambor birodarlar, mana hozir ehson haqida gapirdik. Mana shu qilayotgan silai rahm qo'lingizni amin duoga ochyapsizmi? Mana shu birinchidan ibodat katta, ikkinchidan shu ham ehson. Shu ehsonni qilaveraylik-da, Alloh roziligi uchun. Inshaalloh Alloh rozi bo'lsa, o'zimizga ham foyda, qilgan duomizni o'sha manziliga yetib borgan joyiga ham foyda bo'ladi. Endi oldingi gaplar, oldingi safar birinchi chiqqanimdan keyin gapirdik. Buni endi daryoga tashladimi, kim bordimi yo bir yerga borib davolatyaptimi, savollar ko'p, javob esa yo'q deganim. Eslaringlar o'sha gaplarim.
o'sha gapimizda jinday haqiqat bormikin? Agar mana shunchalik suvni to'kibdi, odam haligi belidan kelmaydigan suvlar qolibdi, tagida toshlar ko'rinib ketdi, daryoga tashlagan bo'lsa, topilarmidi? Topilardi-da. Nimaga yo'q? Yoki o'sha suv kattaligida murda holida bo'lsa, suvni tagida ko'rinmas to'xtamay oqib Sirdaryoga tushib Qozog'iston tomonga oqib o'tib ketdimikin? Uni ham kimdir ko'rish kerak edi, baribir. Kimdir ko'rib, shu haqida aytish kerak edi. Shu daryoga tashlamaganmikin degan ehtimollar kelib chiqyapti hozir gapimizda. Endi birodarlar, yana bitta savollar uyg'onib qoldi-da. Mabodo bu topilmasa bu oila hayoti qanaqa bo'ladi? Juda katta oila ekan, ota-onalari, turmush o'rtog'i, bir nechta aka-ukalari, ular hamma yoqda tashlab topilmaguncha deb oylab, yillab yuraveradimikan? Buni hukmini kim hal qilar ekan? Shu haqida agar sizlar rozi bo'lsalaring, shu O'zbekiston diniy boshqarmasiga bir murojaat qilib ko'rsak. Hurmatli Hazrat Nuriddin Xoliqnazarovga. Hurmatli Nuriddin Xoliqnazarov. Muftiy hazratlari, sizda xabaringiz bo'ldimi yo'qmi mana shu Bo'ka-Bekobod yo'lida bir avtohalokatga yo'liqqan birodarimizni o'sha falokat avtomobilda urib olgan shaxs daryoga tashlab yuborgan deb aytilyapti, lekin hanuzgacha topilmayapti. Shu yerda sizga ikkita savol paydo bo'lyapti-da. Birinchidan men uni shaxs maqomida desam, shunga ham jinday qarshilik gaplar eshitgandek bo'ldim. O'zini, kasbini, oilasini boqaman deb, halol mehnat qilaman deb chiqib ketgan shaxs falokatga uchrab halok bo'lsa, bu shahid maqomida bo'ladimi yoki shunchaki halok bo'lgan bo'ladimi? Shu savollarimizga javob bersangiz. Ikkinchidan, agar topilmasa, buni hukmi nima bo'ladi? Oilada janoza o'qimaydimi, janoza o'qiydimi, o'qimaydimi? Aza ochadimi, ochmaydimi? Nima chora qilish kerak agar topilmasa? Yoki qancha muddat kutish kerak? Shu savollarga sizdan javob kutib qolamiz. Endi birodarlar, kim shu haqida o'zi bilsa oldindan shu yo'qolgan odamning hukmini sizlar ham fikrlaringizni, izohlarni yozib qoldirasizlar degan umiddaman. Hozircha endi ko'p gapirmayman, bugunga mana shu yetadi. Qolgan ro'za paytlarida bir chiroyli o'zlarimiz bilan hosil bo'lgan ibratli voqealar haqida gaplashamiz. Odatdagidek hozir biz omidan yakunlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ilohi amin. Birodarlar, qo'llaringni ochinglar. Avvalambor Ramazon oyi ro'zasini hammamizga betalafot tutish nasib aylasin. Bemor birodarlarimizga Alloh shifo kamol ato etsin. Oilasidan uzoqda, qamoqda yoki vaqtida bir sabab bilan kelmaganlarni Alloh oilasiga qaytarsin. Musofirda yurgan barcha farzandlarimizni Allohga tavakkul qildik. Alloh o'z panohida asrab bir yaxshi daromadlar qilib, halol daromad bilan uylariga yetib kelishni nasib aytasin. Shu birodarlarimiz haqida yana qilaveramiz biz berdiyorda. Alloh o'zining daragini bergin. Oilasiga Alloh rahmat aylagin. Shu juda qiynalib ketdi shu oila. Agar tirik bo'lsa, tirigini, mabodo halok bo'lgan bo'lsa, jasadini bemalol o'zlari xohlagandek kafanlab yuvib ko'rishni o'zi nasib aylagin. Allohumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain. Rahmatka arhamar rahim. Allohu akbar.